kishi islomida qanchalik amallarni ko'p qilmasin, ko'p zikrlar, tilovatlar, namozlar o'qishga harakat qilmasin, ammo bir ishni uddasidan chiqishi kerak bo'ladi. Ya'ni uning qilayotgan islomi uni qalbini sof bo'lishligini ta'minlashi kerak bo'ladi. Ya'ni namoz o'qiyotgan odam, zikr qilayotgan odam, o'zini o'sha Allohning yo'liga bag'ishlab taqvo qilayotgan odamning qalbida albatta kamchiliklar bo'ladi, nuqsonlar bo'ladi. Ana shu nuqsonlarni ustini yopib turadigan islom amallari bo'lishlik kerak. Ya'ni uning namozi uni gunohlardan to'xtata olish kerak. Uni zikri insonni qalbini sof holatda ushlab tura olish kerak. Albatta har bir insonda hasad bo'ladi, nafrat bo'ladi, g'azab bo'ladi. Mana shu ishlarni bosib turadigan dini bo'lish kerak. Qisqasi aytganda shunday bo'lish kerak. Va kim shu narsani ushlay olsa, bu inson haqiqiy islomni ushlay olgan bo'ladi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan mana shu xususda bir rivoyat keltirilgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam jamoat bilan o'tirganlarida aytadilarki, hozir huzurlaringga jannat ahlidan bir kishi chiqadi deganlar. Va har safar bir ansoriy odam chiqib kelardi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bu kishini jannat ahlidan ekanligini bashorat berganlar. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu bu bashoratni qaysi amal evaziga olganligini bilishlikka rosa qiziqadi. Va u kishidan o'sha uylarda mehmon bo'lishligini so'rab, ansoriyning uyida mehmon bo'lib qoladi. Ana shu uyda 3 kun turadi va bu ansoriy sahobani ortiqcha amaliga guvoh bo'lmaydi. Ya'ni hamma qatori qiladigan ibodatlarni qiladi. Namoz o'qirdi, roza tutardi, uxlardi, dam olardi. Xullas oddiy hayotni kechirardi. Va Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu oxiri voqealikni aytib berdi. Ya'ni bu ansoriy sahobaga Rasululloh jannat bashorat berganligini va bu qaysi amalda ekanligini bilishlik uchun qiziqib kelganligini sababini aytdilar. Va aytdilarki, sizda men ortiqcha ibodat, zikr, biron narsa ko'rmadim. Nima bo'lish mumkin siz jannatga sazovor qiladigan nima ishingiz bor ekan deb qiziqdim, lekin ko'rmadim dedi. Oddiy musulmonlar qiladigan ibodatlarni qilar ekansiz dedi. Shunda haligi odam o'ylanib turib, meni ortiqcha amalim yo'q, ortiqcha ibodatlarim yo'q. Lekin qalbimda bironta musulmonga nisbatan yomonlik va hasad ham yo'q dedilar. Allohning bergan ne'matiga hech kimga hasad qilmayman dedilar.